3 ta odam. 3 ta odamga erpa shu odam sovg'a qiladi. Oyga necha pul topasiz? Necha pul PUBG kirib ketadi? $3000 musor bo'lib yotibdi-da. Nima hozir? Yo'q, o'chirmaga. Tarabash haram lekin. Bu to'g'risini aytmayapti-da, mana planshet olinglar deb kommentariyaga yozinglar. Yo, aka PUBG ni birga tashlaymiz biz. Xotirami? Menga berganing yo'q, to'g'ri. Mana PUBG ni yig'ishtirib yuboraman, menimcha bor. Yig'ishtirib yuborish kerak, aka. PUBG mana bundan ko'ra akkauntimni sotib yuboraman. Kimdir bir $100,000 bersam. PUBG akkauntiga kamida bitta tracker pulini ishlatib olgan odam nima ish qilish kerak o'zi? Nima sotish kerak? Kim bo'lib ishlash kerak? Hozir bitta ko'ramiz. Og'aynimiz MF Fragerni do'koniga kelganmiz. U har RPni o'ziga $100 ishlatib oladi. Kirib intervyu olib, nimaga uncha pul ishlatganini ko'ramiz. Gopstop qilgani keldi. MF Frager ko'pchilik ko'rmagan. Va alaykum assalom. Yaxshi keldinglar. Mikrofon taqib oling. Niki MF Frager ko'pchilik taniydi, chunki PUBG ga kirganda top samolyot masha odamniki bo'ladi. Endi nima ish qilasiz? Qayerdan bu shuncha mashinani pulini PUBG ga ishlatib o'rgansiz? Assalomu alaykum avvalambor. Men o'zim Orizor Stroygortda ishlaymiz. Biz o'zimiz Xitoydan tovarlarni o'zimiz olib kelamiz. Bizda shu har xil qo'l asbob uskunalari, shurup samarezlardan boshlab hammasini o'zimiz olib kelamiz va bozorga va 12 ta viloyatga tarqatamiz bu mahsulotlarimizni. Mahsulotlarimiz optim va chakana savdoda savdo qilamiz. Hamma pul значит mayda chuda deganda, shunga shuncha pul ishlatilgan ekanda. Xudoga shukr, nasibiga yarasha bo'lib turibdi. Xo'p, savolda o'zi akkauntingizga nech pul ishlatganingizni bilasizmi o'zi taxminan? Xo'p, aniq bilmayman, chunki yangi narsalar chiqqanda o'zim ko'zimga yoqqan, o'zim kerakli bo'lgan narsalarni olingan. Taxminiy hisobimda bu UCHga pul o'tkazganlarimni hisoblaganda 20 ming atrofida ketgan. Lekin o'zi endi особенно narsaga bo'lmaganda, RPlari borku, shularni o'ziga har sezon chiqqanda uni o'ziga 8000 UC ketadi. Ularni hisoblamaganida o'sha o'zini lashvishlariga 20 ming atrofida ketgan. Rostdan 20 mingdan ko'p degani bu. Biz taxminan 20 ming aytdik. Sizga savolda mana shuncha pul siz o'yinga ishlatgansiz. O'zi nima mashinada yurasiz? Men o'zim elektromobilda yuraman. Bozorga Gentrada kelaman o'zi. Bozorga shu qilay. Shuruq samarezda hamma pul shuruq samarezda. Ayyo. Alhamdulillah nasibiga yarasha, Xudoga shukr. Shu o'zim elektromobilim bor, Netta U Pro. Bozorga Gentrada kelib ketib yuramiz. Xo'p, nimaga shuncha pul o'zi PUBG ga ishlatgansiz? Sizga savolda, nima PUBG o'zi o'ynaysiz, shuncha pul nimaga ishlatgansiz? Hammaga qiziqdi. Endi hammani o'ziga yoqtiradigan hobbisi bor. Hamma har xil narsalardan dam olganda, biz ham shu o'yindan dam olamiz, chalg'iymiz. Bu bozorda bo'lgan stresslar, yoki gap so'z, o'zini okalar bilan o'ynab, tinchlanib maza qilamiz. Shundan dam olamiz biz. Xo'p, PUBG ni o'zi boshlaganingizga qancha bo'lgan? Kim shu sababchi bo'lgan, yo ustozlik kim qilgan deymizmi? Kim o'zi turtki bo'lgan PUBG boshlashingizga o'zi? PUBG ni 2018-yil o'sha chiqqanda, o'sha 2-sezonmada shunaqada boshlaganman. 2-3-sezon. 2-3-sezonlar atrofida boshlaganmiz. Endi lyubitellik qilib o'ynab yurilardi, zertkanda kirib, unaqa hali komanda, klan degan narsalar bo'lmasdi bizda. Shu 9-sezonlarga kelganda o'zim okam ustozim buni boshlaganlar. Donat qilishni shular o'rgatganlar. Ahamiyat bermaydi. Yo, o'yinlar ham o'shandan keyin o'zi 9-sezondan keyin ochilgan bizda. Klan o'zimiz ochganmiz, atrofimizga odamlar yig'ib. O'shandan 9-sezondan berilib o'ynashni boshlaganmiz. U 9-sezon karantin payti bo'lgan. Karantinda bekorchi bo'lganmiz. Uyda o'tirib qiladigan ish yo'q. Shuni ustida o'tirilib ertalabdan kechgacha bekor qoldi deguncha PUBG o'ynalgan o'shanda. O'zan klan haqida gapirib ketdingiz. Klanimiz o'zi MF klani bor.
judayam ahil, har oy bizada o'tirishlarimiz bor. Bu yoqda ko'pi donatorlar. Ularni ham bitta intervyu qilamiz. Boshlanishiga sizdan boshladi. O'zi Davomi bor buni. Qolganlarni ham olamiz. Zo'r, men o'zimga ham qiziq savol bo'lyapti-da. Oyiga o'zi necha pul topasiz? Necha pul PUBG kirib ketadi? Bunaqa pul tiqish uchun-da. Men o'zimga ham qiziq, men bilmayman. Necha yillik qadrdonimiz, bilmayman men ham. Yo'q, biz endi oyligimiz nestabilniy. Bir xilda emas. Bizada ish jarayoniga, savdoga qarab turib chiqariladi. Bizada har doim oylik. Jek bo'lib qolsa, короче, katta pul tiqib yuborasiz yana. Ja, endi 3000 dan 5000 gacha deb hisoblashimiz mumkin oylikni. 3000 dan 5000 atrofigacha topiladi oylik. Oylik chiqadi shunaqa. Ishlash kerak ekan. Endi uni orasida o'sha ro'zg'orimizdan, oilamizdan orttirganimiz o'zimizga ishlatishni boshlaymiz shu. Normalniy pul orttirayotgan ekanlar. Endi akkauntingizga ana shuncha pul ketgan-ku, bitta endi ko'rsatsangiz akkauntingizni nimalar borligini. Hop. 20 ming dollarga o'z akkauntingizga nima olgansiz o'zi? Hop, mana misol uchun shu Voronni ko'ryapsiz, Voron 6 full. Shuni o'ziga ham $1000 atrofida pul ketib qoladi. Mana bu yoqda Faravon bor. Faravonni 6 qilganman, 7 ni o'zim yoqtirmaganligim uchun, shu 6 qilishim uchun ham o'sha paytda o'zida $1200 pul ketgan. Birinchi chiqqan payti. Mana bu yoqda keyin orujalarimiz bor. Orujalarimiz mifitskiy orujalar. Bu yoqdan ko'rsangiz bo'ladi. Kolleksiyamiz o'zi necha sizda hozir? Kolleksioner 80 daman. Buni o'zi PUBG ichida tushunadi. 80 kolleksiya. Buncha odamda 80 yo'q o'zi. Bu yoqda orujalarimizdan misol uchun nechta prokachkali orujangiz bor ekan o'shanda? Prokachkali orujam 90 bitta. 90 bitta işte. 90 bitta prokachkali orujalar bor. Bu yerda ko'p orujalarni full qilganman, ayniqsa 416 larni ko'pini olganman. Ularni oxirigacha ko'targanman. Yumpi Lidnika full. Mifitskiy orujalarni Mifitskiyga olib chiqilgan hammasi. 8 dan 8 qilinganda, 7 ham emas, 8 qilingan. Shunaqa. Ko'pida o'ynamaysiz-da. Orujalarni o'ziga ham ancha pul ketib qoladi. Bu yoqda dropkarlarimiz bor. Dropkarlarga ham X kostyumlarda o'zi nechta X kostyumimiz bor o'shanda? X kostyumimizni X kostyum yangi chiqqanimiz bor. Bu Anubis. Bular birinchi ko'tarmaganman. Mana mamalarni Jokerni ko'targanmiz, kilchatga olib chiqib qo'yganman. Qiz bola Faravon bor. Bu yoqda ana yerli, bu bor. Silvan, muzlini mana kilchatga olib chiqib qo'yilgan. Lavina, Poseidon bor. Poseidon bor. Endi bularni ko'tarmaganman. Voron 6, Faravon 6. Keraklilarni, sportkarlarda hozir o'shanda nechta sportkarimiz bor? Nechta dropkar? Sportkarlarimiz dropkarim 2 ta, 2 xil dropkar bor. Dropkardan Dacia bor. Koenigsegg bor. Keyin bu yerda Miradamiz bor. Bentley. Bitta dropkarga nechta pul ketgan? Ko'pchilik qiziq. Bitta dropkarga taxminan $500-600 atrofida pul ketgan. $500 atrofida ketgan. Endi bilasiz, o'z orujalarni 7-8-uringa olib chiqishga unlarga ham ancha pul ketib qoladi. Endi chiqmay. Mana misol uchun bitta misol keltiraman. Kimlargadir tekinga tushgan, kimlargadir qimmatga tushgan. Mana shu yangicha mumiyani birinchi chiqqan payt shuni o'zi menga 50 ming yusiga aylangan. Bu degani $500 ga shu menga aylangan. Kimlargadir 10 yusiga ham tushgan bular. To'pato'g'ri. Shunaqa. Endi qaysidir keyslar omadli bo'lgan, qaysidir keyslar omadsiz bo'lgan. Lekin ko'p joyda men anchadan beri taniyman. 10 yusiga chiqdim deb aldaydi bu odamda. Lekin bu 5-10 ming, 20 ming yusiga ishlatib qo'ygan bo'ladi. Menga qarab boshlaring, bitta aylantirdim chiqdi deydi. Shunaqa odatlari bor. Qiziq savol, nima telefonda o'ynaysiz yoki iPaddami, kompyuterdami?
Nimada o'ynaysiz o'zi? Voy, aynan bitta devastga kelib to'xtashimga ko'p vaqt kerak bo'lgan, chunki birinchi oddiy o'zidan iPhone'larda boshlaganman. Unda o'yinimiz uncha ochilmagan. Keyin Rockfon degan telefonlar bo'lardi, esingizda bo'lsa. O'z bilan birga olganmiz, o'shanda PUBG'ni o'zi bilan ofitsialniy Tencent deb chiqargan, tepalarda jo'stiklari bor. O'sha payt $1000 oldikmi? $1000, $1100 olindi. Ularning protsessori shunaqa ekanki, annorazviy bo'lib qoldi. Bizga hali ko'p kirib kelmaganligi uchun ustalar topilmay qoldi. Bir 3 tasini olib uni kuydirdim. $3000. $3000 o'shani o'ziga ketib qoldi. Pullarni $150 ga oluvdilar. Ular keyin bir-biriga zapchastlari ham tushmadi, boshqa qilmadi. Siz o'zi nima bo'lganini aytib bering. U temasi bu odam xori o'ldirgan o'zi. Meni ikkita Rockfon'im ham haligacha ishlayapti. Men globalniy versiya olgan edim. Bular Xitoy bozori uchun chiqqanini olganlar uchun ular yaxshi emas ekan. Mana o'tgan odamlarga sirazu Xitoy bozori uchun chiqqanini olish kerak emas. Sirazu globalniy versiya olish kerak. Chunki mana $3000 musor bo'lib yotibdi-da. Lekin u anaqalar Rockfonlar bizani o'yinimiz ochilishiga zo'r sabab bo'lgan. Zo'r sababchi bo'lgan. O'yinlar ochilishi, o'sha KDL ko'tarilishi, harakatlarni oshirgan. Undan keyin hozirgi payt planshetda qotdik. Planshet ancha qulay, obzori katta ko'rsatadi. Ularning FPSlari ham baland, chastotalari ham yaxshi bo'lgan hisobiga. Endi professional darajada o'ynaydigan o'yinchilarga iPhone, Apple'ni o'sha planshetlari, Apple o'zining telefonlari yaxshi. Men Rockfonda anaqa taklif qilgan bo'lardim. O'zim men lekin. Endi Rockfon to'g'ri, endi qanaqa? Tezroq. Omad kelsa yaxshi, lekin bir oy ham tutmasdan turib kuydirganlarimiz ham oxirgimiz даже bir oy ham tutmadim. Tez kuyib qoldi. Ularni hozir maslahat bermayman, lekin. Nima maslahat berasiz? Undan ko'ra planshet eng yaxshisi. Mayli, FPS kamroq bo'lsa ham planshet har tomondan qulay. M2, M4? M2, M4. Men o'zim M2 da ham, M4 da ham o'ynayman. Men oddiysida o'ynayman. M2, M4 olgan bolalarnikini ko'rdim, solishtirdim. Uncha katta farq bermadi. Chunki o'zim planshetim faqat PUBG uchun olingani uchun unaqa urinmagan ham, holati ham yaxshi bo'lganiga almashtirmaganman men o'zim. O'sha bitta planshetda o'ynab turilibdi. Endi ertaga misol qizib ketib qolsa yoki zaryadkalar tashavoraladigan bo'lsa almashtirgan. Tashavorad qolsa zaryadkangiz M2, M4 olgan yaxshi. To'g'risini aytish kerak-da. Nima hozir? O'chirmaga. Siz nimaga? Siz mana hozir eski iPad'da to'g'risini aytmayapti-da. Men bu kesmaymiz bu joyda. Polni zaryadkada o'tiribsiz. Tan oling. Menmi? Kuller qo'ymasangiz qizib ketyapti. Kuller qo'ymayman, ventilatorda o'tiraman men. Xullas, kullerda zaryadkada o'tiradi bu odam. Zaryadkada postoyanno o'tiraman, lekin bez zaryadka o'ynasam ham 2-3 soatga yetadi. Mana M4da men o'ynayapman. 9 da boshlayman. 11:30larda o'sha 20% ga tushadi. Endi planshetda shunisi yomon joyi bor. O'zi planshet agar o'zi qizigandagi avtomatik FPS pasayib ketadi. Tashavoradi. Keyin o'zi zaryadkasi ham 50% dan pastga tushsa, u ham o'zi FPS chastotasi tushib ketishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun men nimaga zaryadkada postoyanno o'ynayman? 50% dan tushib ketmasligi uchun ham. To'g'ri, endi birinchi olgan yetib kelgan. Birinchi undan ko'ra planshet olinglar deb kommentariyaga yozinglar. Yangi planshet olsa. Planshet olish muammo emas, aka. O'zi planshet yaxshi-yu. To'ppa-to'g'ri, boshlayman. Planshetim o'zi yaxshi bo'lganicha almashtirmagan. Yaxshi planshetda o'ynagan. Nima maslahat berasiz shunaqa planshetda o'ynashga? Planshetdan maslahat. O'zi hozir ko'p kibersportsmenlar, misol uchun, streamerlar demoqchiman. Streamerlar planshetda, iPadda o'ynaydi. Lekin professionalniysizlar, misol uchun, turnirlarda qatnashmoqchi bo'lsanglar, planshet bo'lmaydi. Chunki u yoqda faqat telefonda o'ynaladi. Shunaqa joylari bor. Planshetga o'rganib qolgandan keyin telefonga o'rganish qiyin bo'ladi. Turnirga agar turnirlarga qatnashmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bir oy oldin tayyorgarlik ko'rishga to'g'ri keladi. Telefonlarda o'zi qo'lini keltirib. Mana kimdirlarni mana iPhone'ga puli yetmaydi. Qimmatda chunki iPhone'lar. Bizning sherigimiz bor, MF Mercy, unga boramiz intervyuga. Infinix oldilar, menimcha. Yangi Infinix oldilar. O'yinlar ochildi odammi?
120 yaxshi stabilniy ushlayapti. Zalyotlari ham zo'r bo'ldi. Oldin siz ketingizda bu odam ketidan yetib ola olmasdilar-da. U odam bu misol uchun bitta katkada kamida 22 yil qiladigan odamda. Biz 10 tadan qilardik. Hozir talashqonmiz-da. Bu odam mana ketidan mana shunday dummidan ketamiz, asabiylashib yuribdi. Men kill qila olmayapman deb. Gadjet katta rol o'ynaydi PUBG'da. To'g'rimi? Shunaqa. Qo'shilasizmi? Albatta. Arzon 300 nechidir dollarga o'sha Infinix'ga ham maslahat beramiz lekin. Ha, U ham testdan o'tdi chunki. Kuchli telefon. Endi hamyonbop. Shunaqa. Testdan o'tdi-da, yaxshi. Testdan o'tgan, to'g'ri. Pop sizga savol, eng yaxshi, mana shu 4 ta yaxshi ko'radigan оружиеңiz, ближний, дальний bo'y uchun. Xo'p, eng yaxshi ko'rgan оружияларым 416. Chempioni. Ha, o'zi chempioni shu. 416 обязательно har bitta o'yinda. Ближнийga keng. Men o'zi qizig'i ближний. Frager, o'zi o'yinda ham fragerman men. O'ynash uslubim ham. To'xta, mana shu joyga mana frager o'zi ma'nosi nima mana? Frager do'sti, frager men ближний ham do'st. O'zi frager ma'nosi nima? Hammaga qiziq. Frager ближний hujumchini frager deyishadi. Men shunaqaman. Komandada hujumchi bosadigan odamni frager deyiladi. Shunaqa, hujumchini frager deyiladi. Men dalniy uncha yoqtirmayman. O'sha qizg'in joylarga, garachi joylarga tushib turib urishni yoqtirganim uchun. Zo'rnik lekin topgansiz lekin. Uni ham o'zingiz sababchi bo'lgansiz. Nikni ham topishga o'zingiz yordam bergansiz. Nik qidirib yurgan paytim. Xo'p, ближний. Ближний bo'yiga Yumpi, Kalash. Aslında Yumpi'da o'ynayman ближнийga. Drop karlar, anaqa drop tushadigan оружиеlardan. Drop tushadigan оружиеlardan P90. P90. Mana shu odam meni olib qo'yadi bu. Juda zo'r P90. Yomon o'yinlar qiladi. Mana shu borib olamiz tepasiga. Hammamiz ikkita оружие turadi. PUBG'chilar tushunadi. Bitta оружиесini tashlab oladi, shartda oladi. Yaxshi odam emas lekin ko'rayotgan bo'lsangiz. O'tgan sezon qiziq bo'ldi lekin. O'tgan sezon ancha qiziq bo'ldi. Endi bu sezonda cho'ta kam, faqat droplardan tushyapti. Ana davlatda drop deymiz-ku. Masa qiyin bo'lib qoldi olishimiz. Faqat o'sha PUBG'ni o'zini droplardan topsa bo'lardi, boshqa joylarda yo'q. P90 bo'lmasa shu Yumpi o'zi oldindan Uzi'ni yaxshi ko'rardim. Uzi birga bir luboyni olib qo'yadigan darajada edi, lekin ketma-ket full squad keladigan bo'lsa, Yumpini o'qlari yetmayapti. 2-3 ta odamga yetmaydi. Ha, o'shaning uchun hozircha Yumpi olib ishlatyapmiz. Yumpida o'ynayapman. Keyin mana bunaqa joyi bor. Ko'pchilik siz ham, men ham hamma biladi. Mana qaysidir оружиеga bilasizmi? оружиеga o'sha yana ulshaymi skin chiqsa, bilasizmi? O'sha оружиeni kuchaytirib qo'yadi. Ha. Sezganmisiz hech shuni? Mana misol uchun 1 yilga kiyim anaqa zo'r anaqa chiqdi. Misol uchun ruletkasi chiqdi. 1 yil kuchli bo'lib qoladi. 1 yil kuchli bo'lib qoladi. O'tgan sezon Grazali kuchli bo'lib qoldi. Grazaga chunki anaqa Godzilla berdi. U kuchli bo'lib qoldi. Undan oldin ham effekt papadanali chiqqanda ham undan ham kuchli bo'lib qolgan edi. Yumpini berganida mana kuchli hozir Yumpi ham yomon emas. Yumpini tushirmadi lekin. Ha, Yumpi yomon emas, juda yaxshi o'ynalyapti Yumpi. Chunki men bunda bor-da, hali ham Anubismidi, nima edi? Shunaqa Anubisda. Anubisda hali ham Yumpi bor, shunga hali ham zo'r regit qilyapti. Shunaqa. Zo'r oqizib tashlayapti. Ha, shunaqa. Undan ikkita sezon oldin Uzi'ni kuchaytirib qo'ygan edi. Uzi'ga lednik berdi. Shu narsaga ham qaraydi lekin. Ha. Razrablar o'zini оружиесini sotish uchun o'sha оружиеlarni ko'tarib qo'yadi. Qiziqtirish uchun zo'r bo'lib qoladi-da. O'zi vajniy оружие emas bo'lishi mumkin, lekin ko'tarib qo'yadi, olib olsangiz zo'r bo'lib qoladi. оружиесini sotish uchun bular mana shunaqa xitrik xodli qiladi, bilasizmi? Shunaqa. Endi hozir bu sezondan endi kutyapmiz, Ultimate ochilishini. Bu sezonda Ultimate o'ynashni boshlaymiz. Ultimate'da lekin Drabavikda yurish kerak. Boshqa оружиеlar ближний bo'yda yordam bermaydi. Chunki professional o'yinchisi bormi, streamerlar bormi, hammasi Drabajda yurishdi. Ultimate'da. Drabaj haram lekin. Yaramas оружие. Yomon-da. Ultimate biz probni o'ynadi, bu yoq kishim bilan 4 komandamiz bor.
Bilishni mana shu darabashni bilasizmi? O'qib tashlayapti deb bizlarni bor. Shunaqa. Mana oddiyda yo'q, unaqa kam darabashliklar. Lekin ultimatda mana shu darabashlarda kutyapti deb. Oddiyda ham ko'payyapti rabashda o'ynash. Chunki ultimatda ko'pchilik o'ynab chiqyapti-da, u yerda nima desam ekan, ultimat shunaqa bo'lib qoldiki, sabrni o'rgatadigan bo'lib qoldi. Shoshmasdan o'ynashni, drabashda o'ynashni ham o'rgatyapti. O'shani hisobiga u yerda o'ynab chiqqan bolalar bu yoqda eventli katkalarda ham drabash olib olishyapti birinchi bo'yiga. Lekin ultimat men to'g'risini aytaman, hozir chistani titullar uchun o'ynamoqchimiz-ku, lekin juda ham passivniy o'yinda, qattiq poylash kerak, zonani kutib borish kerak, bilasizmi? Shunaqa, ha. Lekin bizning o'zimizning taktikamizda bosib o'ynaydigan bo'lsak, biz o'lib qolamiz. Kimdir kutyapti-da, bizdan qattiq bekim olgan odamlar o'ldirib qo'yapti-da. To'g'ri, to'g'ri. Uning uchun katta sabr kerak bo'lyapti. U opitni ham oshiradi. Qanaqa raqibni kutib olish, qanaqa uni o'ldirish, qanaqa taktikalar bilan u IQni oshiradi lekin. Ultimatda ancha oshadi. Endi o'zimizning mana jaydarimizda tapara tupur mashinani olib borib, kerak bo'lsa mashinani portlatib tushib, tasir bo'ladi. Endi mana intervyumiz o'zi oxirlab qoldi. Mana intervyuni ko'rgan odamlarga mana shu endi yoshlik ko'radi, qiziqib ko'radi, o'shalarni nechtasiga RP sovg'a qilasiz? $20 ming akkauntiga biz ham ko'rayotganlar ham RP sovg'a qilsa, deydiganlar o'zi ko'p-ku. Like bosib, ID'larni yozinglar. Bitta odam o'zingiz taniysiz, yo 3 ta odamni tanlaysiz. 3 ta odam. 3 ta odamga RP shu odam sovg'a qiladi. ID'larni yozasizlar, любой komment yozinglar. Xudo xolasa aniqlaymiz, to'g'rimi? Albatta. Bir haftada aniqlaymiz. Bu videoni chiqqandan keyin bir haftadan keyin aniqlab 3 ta odamga RP tashab beramiz. Hozir akkauntingizni sotsangiz, nech pulga sotasiz? Sotsangiz misol uchun. Akkauntimni sotmayman. Undan ko'ra jiyalargami yoki o'zani obunachilargami keyinchalik. To'g'ri. Yo, aka PUBG birga tashlaymiz biz. Xotirami? Birga obunachilarga tashab ketamiz biz. Lekin akkauntimni sotmayman. Misol uchun $20 ming ketganmi, $30 ming ketganmi, 2-3 ming uni sotgandan ko'ra, undan ko'ra yaqiningga berganing yaxshi. Undan ko'ra shu o'yinga dastoyniy, shu akkauntga dastoyniy bir kimgadir berib ketgan yaxshiroq. To'ppa-to'g'ri. Akkauntingizni o'zi narxi taxminan sotilsa nech pulga ketadi deb o'ylaysiz o'zi? Hozirgi paytda akkauntlar narxi juda ham tushib ketgan. Unga qancha pul tikkan bo'ling yoki bo'lmay farqi yo'q uni. Chunki eski Ultimate skilllar bormi, old kiyimlar hammasi qaytib keldi. O'sha qiziqib qolmadi. Xohlagan odam xohlagan payt oladigan bo'lib qoldi. Shunaqa. Bitta shu BEP kiyimi bor akkauntlar hozir senitsa qilib to'pda yuribdi. Atak lekin Farovna bormi, X kostyum boshqalari bormi, u akkauntlar уже hozir senitsa qilmayapti. Nimani ham hisobiga Turkiyadan odamlar akkauntni jackpot qilib olishni boshlashdi. Lotereya qilib, aylantirib, juda yaxshi akkauntlar ko'payib ketdi o'sha payt. Ko'pchilik akkauntga to'ydi. O'shani hisobiga akkauntlar narxi tushib ketdi. Yana eng katta sababini aytaman. Mana ko'pchilikdan qimmat akkauntlarni zulm qilib uxlatishdi-da. Mana bunaqa pul ishlatgan odamlar akkauntini arzimagan $1000, $500 mana shunaqalar qo'yib tashlashdi. O'zi puli kuymaganda, ular uxlatgan akkauntlarni mana shunaqa arzon-arzonga qo'yishni boshladi. Uxlatiladigan akkauntlarni ham narxini tushirib sotishyapti-da. Uni odamlar bilmayaptiki, $1000 ga berib yuboraman deyapti, $1000 ga olgandan keyin bir hafta 10 kundan keyin sotgan odam o'zi qaytarib olmayapti. Shunaqa. Lekin bu yerda $1000 degan gaplar aylanayotganning hisobiga akkauntlarning narxi pastga qarab ketib qolyapti. Lekin u $1000 akkaunt tegi qanaqa bilmaydi, ertaga o'zida qoladimi yoki olib qo'yadi mana sotayotgan odam. Noma'lum narsalar ular. O'zimizda mana shunaqa voqea bo'lgan. Klanimizda akkaunt olganmiz, o'zimizning og'aynimizga серьезный akkaunt olganmiz. U Apple ID привязкасini admin qilmagan edi. Bizlar bilan o'ynayotganda ham o'yindan chiqib ketardi. Серьезный qimmat akkaunt edi. Qachon keyin chiqazib yubordi? Yangi yil bo'ldi-da.
o'rislardan olgan edik. Yangi yilda ana o'ris vanya, короче, qotdi. Qotgandan keyin bir hafta anaqa zaporga kirib ketib qoldi-da. Shunaqa bo'ldi bular. Biza atikdan 31-da berdik-da, atvaskga berdik. Kirmadi bir haftada, zo'rg'a shunaqa qilib chiqazib oldi. Ha. Esizdami? Endi o'sha ichib qotib qoldimi bu o'sha payt. Bo'lmasam, bu akkauntni ikkita odamga sotgan ekan. Bizdan tashqari yana bitta odamga sotib, unga вообще login parol ham bermagan ekan. Shunaqa mashinniklar ko'payib ketib, ana normalniy akkauntlarni narxi tushigan sabab bo'ldi. Hozir ham juda ham ko'p mashina. Xo'p, 3 ta RP bizdan podpischilarimizga MF Fragerdan hadya bo'lyapti. ID'larni yozish esdan chiqmasa, yo'qki, kommentariy yozib qo'yasizlar. Keyingi odamga Gopstopga kimga boring? Siz aytasiz. Undan ham 3 ta RPga bitta Gopstop qilishga harakat qilaman. Bo'ladi, qilish kerak. MF Kenzay. Takeshi Kenzayga boramiz. Kenzay, tayyor bo'lib turing, sizdan 5 ta RPga olaman, boring. يا دم يا ابويا والدمع يهب يا ابويا والدمع يهب يا ابويا يا دم يا ابويا والدمع يهب يا ابويا والدمع يهب يا ابويا والدمع يهب يا ابويا والدمع يهب يا